Bu yerda siz yangi chiqqan smartfonlar obzori va undan tashqari texnologiyaga oid yangiliklarni va qiziqarli kontentlarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugun esa sizlar bilan yangi chiqqan smartfon Samsung Galaxy A27 smartfonining to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Smartfonimizning qora rangi, ko'k rangi va qo'limdagidek ayollarimiz uchun moslab chiqarilgan rozvi rangidan tovushlaringiz mumkin bo'ladi. Birgalikda smartfonimizda raspakovka etamiz. Ochaveraymi? Lozim sizlarga. Dahshat ekan. Endi smartfonimizning komplektidan nurlar chiqishini ko'rib chiqamiz demay qo'yaverayim. Birgina kabeli chiqadi va daftarchami, kitobchami chiqadi. Smartfonimiz haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqishimizdan oldin smartfonimizning tezligini tekshirib ko'ramiz. Ko'rganingizday smartfonimiz 40 sekundda to'liq yondi. Endi esa smartfonimizning xarakteristikasini to'xtalamiz. Smartfonimizning yon tomonlari alyumin korpus bilan, orqa tomoni esa plastmas korpus bilan jihozlangan bo'ladi va smartfonimizning og'irligini keltirgan bo'lsak 200 gram bo'ladi. Bir barmoqlaringizdan pastga ko'tarib yursangiz bo'ladi ekan. Yoshi katta mamalarimiz ham bemalol qo'lida ko'tarib cho'ntaklarida ishlatsa bo'ladigan smartfon. Endi smartfonimizning ekranini to'xtalsak, smartfonimizning ekrani 120 Hz ishlaydi. Silliq umuman qotmasdan sizlarga xizmat ko'rsatib beradi. Smartfonimizning displeyini to'xtalatan bo'lsak, Super AMOLED ekran bilan jihozlangan bo'ladi. Smartfonimizning ekran nitlarini to'xtalatan bo'lsak, 1400 nitsni tashkil etadi va bu bizlarning quyoshli o'lkamizda smartfonimizning ekranini bemalol ko'rib berish imkoniyatini beradi va bemalol smartfonimizdan quyoshli ob-havodan foydalanib bilasizlar. Samsung Snapdragon prosessorini A seriyalarga shu vaqtgacha qo'ymagan, lekin Samsung tarixni yangiladi. Ya'ni Samsung A27 smartfonini Snapdragon 6 Gen 3 prosessorini bilan jihozladi. Bu degani endi sizlar bemalol PUBG Mobile, PUBG Mobile va Call of Duty degan o'yinda bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Ko'rganingizday smartfonimiz PUBG Mobile o'yinida 90 FPS grafikasini qo'llab-quvvatlaydi va umuman o'yinimizda qatmay o'ynab bera oladi ekan. Smartfonimizning batareykasini to'xtatadigan bo'lsak, hali ham yangilik kiritilmagan 5000 mAh bo'ladi va smartfonimiz 45 vattli podeshka ketadi va 45 vattlik golovkada zaryad olib, kun davomida sizlarga zaryadkasi yetib bera oladi. Smartfonimizning kamerasi ham o'zgarmagan. Smartfonimizning orqa kamerasi 50 megapikselni, oldi kamerasi esa 5 megapikselni tashkil etadi. Ekraningizda ko'rib turgan tasvirlar Samsung Galaxy A27 smartfonida olingan suratlar bo'ladi. Bu ko'rib turgan videolarimiz smartfonimizning oldi kamerasida olinib turgan kadrlar bo'ladi. Bu esa smartfonimizning orqa kamerasida olinib turgan kadrlar 3K 60 fps video sifati bo'ladi. Endi esa kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Smartfonimizning kamera sifati sizlarga yoqdimi? Yana aytib o'tgandek, smartfonimizning komplektidan kabeli chiqadi. Bizlar tomonimizdan golovkasi, obloshkasi, laminanti bonus sifatida sizlarga qo'shib beriladi. Smartfonimizning narxlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, oylik to'lovlari bilan birga bemalol bilib olishingiz mumkin. Telegram kanalimiz va saytimiz linki opisiyaga belgilab ketamiz. Gemmobile istalgan filialidan smartfonimizni xarid etib bilasiz. Agarda do'konimizga kelib bilaman desangiz, gemmobile.uz sayti orqali smartfonimizni dostavka xizmatimizdan foydalanib bemalol xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi.